Xudo xolasa, o'tama shu shar kabi narxlarimizni bangillatib tashlaymiz inshaalloh o'tgan safargidaqa. Xo'p, bu yerda mягкий, neoklassik, high-tech fasonda, turetskiy fasonda mebellarni ko'rsatib o'tamiz. Bularimiz yangi fason tayyor bo'ldi. Tumbichkasi, lulkasi, tay kravat bo'ladi, shkaf. 4 xil rangda kombinatsiya bo'lgan, oqqa, yashilimiz, maloshniy, bebelniga kombinatsiya bo'lgan, oppog'i, bu ham maloshniga bebelni kombinatsiya bo'lgan. Bunimiz turetskiy, seriga oq kombinatsiya bo'lgan. Bunimiz mягкий fason. Oq materiallari, mягкий joylari ko'k bo'lgan. Xo'p, shkafdan tushuntirib o'tadigan bo'lsam, bunimizni narxi komplet holatda 3.500.000 so'm bo'lgan. O'zin narxi. Ichidagi to'shagi, pashxonasi qo'shib beriladi. Xo'p, nimaga bu polkasi bitta, ikkita bo'lgan. Ich chuqurligi 45 sm, katta beshilka ham tushoradigan holatda. Oynalari splashnoy tushgan. Ko'rishingiz mumkin. Ikkita beshilka ingich. Ayni tortmasi. Bunimizda tumbichkasi ham tortmasi. Eshigi. Tayda 3 ta tortmadan iborat. Ikkita 3 ta. Lulkamiz tebranadi. Buni panjarasi tepa pastga tushib chiqadigan holatda. Bir yo'l ko'rsatib o'tib ketaman, xudo xolasa. Xuddi shu holatga ayollarda bemalol bolani olib qo'yishga, keyin kechqurun yotkizgandan keyin yana tepasiga ilib qo'yaveradi. Bunimizni pastga olgandan keyin pastga spanlik ulab olsa bo'laveradi. Shu bo'yigacha turadi. Balandligi. Tayi ikkovini pastga tushirgandan keyin kravat. O'shay uzunligi 1.70 lik, shirinasi 65 bo'ladi. Shkafimiz aytgandek 1.20 lik, ichi chuqurligi 45 sm, balandligi 1.95 bo'ladi. Hop, bunimiz mягкийimiz, mягкий oppoq. Buniki ham xuddi sastanida, xuddi holatda bo'ladi. Tebranadi. Tumbichkasi, tay kravat, buniki ham shkaf. Buni shkafi 3 qanotdan iborat, yonboshiga 40 sm bo'ladi. Polkasi, ikkita polkasi bor, ikkita beshilkiligich. Buni komplet holatda narxi skidga qilganmiz, 3,5 million o'zimga berib, 3 million so'mga qilganmiz buni. Xo'p, turetskiyimiz ham xuddi shu ko'rinishda. Lulkasi, tumbichkasi, tay kravat bo'ladi. Общий buniki 1.85 lik bo'ladi. Yonboshiga 65 sm, shkafimiz 1.25 lik, ichi chuqurligi 40 sm, 3 ta polkasi, tepada shapka qo'ygich, ikkita mishilkilik, tayda ikkita tortmasi. Bunimiz 5.800.000 so'm, 5,5 million sotganmiz. Hozirgi kunda 5 million so'm qilib qo'yganmiz. 5 xil rangi bor. Direktdan murojaat qilsanglar yoki Telegram lichkalarimizga yozadigan bo'lsanglar, har xil ranglarni tashlab beramiz. Hop, ko'rib turibsizlar, sifatlariga behijolat dastavkalarimiz O'zbekiston bo'lib, Andijondan tashqari polni butun O'zbekistonga tarqatamiz. Aytgan narxlarimizdan tashqari dastavka puli qo'shiladi. Masofalarga qarab, Namangan, Farg'ona, Vodiychi, Toshkent shaharicha yuk mashinalarimiz bor. Inshaalloh qo'limizdan kelgancha yetkazib berishga harakat qilamiz. Xo'p, qolgan mahsulotlarimizni ham chiroyli holatda o'zingizlarning ehtiyojingizga qarab yasab berishimiz mumkin. Spanli garnitur, kuxonniy ugoloy, ko'proq asosiy qiladigan ishimiz dediki, qolgan mebellarni ham o'zimizning yaqin o'rtaga qo'limizdan kelgancha yasab jo'natib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Pastda nomerlar qoldiramiz. Manzilimiz O'zbekiston Andijonda joylashgan. Pastda nomerlarga aloqa qilib o'zingizlar mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin. Hammalarga sog'lik tilayman.